Qashqadaryo viloyat statistika boshqarmasi tomonidan 2025-yilning 1-cho'ragida davlat statistika ishlari dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida qisqacha axborot berib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-yanvardagi FF 60-sonli farmoni bilan tasdiqlangan 2022-2026 yillarda mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga doir davlat dasturi doirasida tizimimiz oldiga vazifalar belgilab berilgan. 2025-yil uchun davlat statistika ishlari dasturi doirasida boshqarma va tuman shahar statistika bo'limlari tomonidan statistik ma'lumotlarni tayyorlash jarayonlarida raqamli texnologiyalardan keng foydalanilib, 2025-yilning 1-cho'ragida amalga oshirilgan ishlar pirovardida ishlab chiqarilgan tahliliy statistik ma'lumotlar jamlandi, qayta ishlandi, umumlashtirildi va tahlil qilinib, tegishli organlarga tarqatildi. Jumladan, dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilning yanvar-mart oylarida Qashqadaryo viloyatining yalpi hududiy mahsuloti hajmi joriy narxlarda 16 trillion 99 milliard so'mni tashkil etdi va 2024-yilning mos davri bilan taqqoslaganda 5,4% ga oshishga erishildi. Statistika ma'lumotlari sifatini oshirish borasida hisobot topshiruvchi subyektlar o'rtasida profilaktika tadbirlari amalga oshirilib kelmoqda. Jumladan, 2025-yilning yanvar-mart oylarida viloyatning barcha hududlarida 1089 ta respondentlarga tushuntirishlar o'tkazildi. Jumladan, 1292 ta yangi tashkil etilgan respondentlar profilaktika tadbirlari davomida qamrab olindi. 1089 ta bukletlar tarqatildi va 46 marta ommaviy axborot vositalariga chiqishlar tashkil etildi. E'tiboringiz uchun rahmat.